Assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan Sinchov. Bugun men karatida uy qurib ko'raman. Qani bo'lmasa bolalar go. Shunaqa bitta uy qurib olishimiz kerak. Hozir men blok olaman, qaysi bir manondan qilaman. Olmozdan qilib ko'raman bolalar. Olmozdan qattiq holatda mineral bo'ladi. Jonli bo'lib olmozdan olish kerak, mineral bo'lib ketasiz, ammo boy va shim boy bo'lib ketasiz, jonli bo'lsa. Shunaqa beradan men qoppanu, beradan kim olaman? Uyni qurib olaman. Qurib bo'lganimgacha hozir ketdik quramiz. Nechta bo'libdi qani sanashchi? 10 ta bo'pti. Qumab qo'yibdi, loy. Qum deyman, loy qo'yibdi. Peshtaga qo'yib yubordim bolalar. Shu nimada qanday uyda qurib bo'lgandan keyin kamerani yoqaman bolalar. Tayyormisizlar bolalar? Mana tayyor bo'ldi bolalar. Mana uni qaranglar. Ichini ko'rsataman, oxirida qolib qolasizlar. Mana bolalar. Agar videomiz yoqgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qolasizlar. Sizlar bilan xayrlashamiz. Hali beri xayrlashmaymiz ekan. Tepasini ko'rsatishimiz bor ekan. Mana tepasi bolalar. Tepasini ham endi jihozlaymiz ekan. Hozir tepasini ham jihozlash kerak. Gapimdan to'xtab qolyapman-da, kimdir chaqirdimi deyapman-da. Shunga vallahi jihozlab olay. Hozirchalik mikrofonni to'xtatib turamizmi? To'xtatmay qo'yamiz, jihozlab olamiz bolalar. Jihozlasak keyin sizlar bilan xayrlashamiz. Bolalar, ustosh ham olishimiz kerak ekan. Hozir ustosh olamiz. Yana bitta qilich olsak bedroq ana. Xo'p, balaki ustosh qo'yamiz. Yo-mayo. Bolalar mana qo'yib qo'yapmiz. Shuni qo'yib chiqaramiz. Mana shunday qo'yaylikmi? Maktabdan ochilib ketdi. Hozir bolalar tepasini jihozlab olamiz. Jihoz tugaydi bola jihoz ham. Hozir bag'iga ham kitob qo'yib qo'ysak, kitob bironcha mana. To'taylar ana hop. Bag'iga ham hop. Bolalar shu nima bo'lyapti deyapman-da. Ana shu kitob bor, kitob. Ana shundan ham turbina bitta olishimiz kerakmi? Endi uyimizni bilib chiqamiz. Bolalar sizlarga ko'rsatamiz boshidan. Ana yopdik, yopish qiyinroq bo'lib qoldi. Mana bu o'tirg'ichdagi so'zlarga e'tibor bering, qaranglar bolalar. Mana yerni ham olmozdan qilib qo'ydikda savo. Pasini ham. Ag'ini ham endi boshidan ko'rsat. Ko'rgan odam juda ham hayron bo'lishi aniq, ammo bolalar bashim zo'r chiqdi, ammo menga yoqdi. Sizlargachi? Yo xayrlashakmi? Hozirchalik.